Sahnimizda İlyas Aziz. Apaq sütini anamning men qandaq axlay aldirashda berkitinning men idi tapman baliliqimni xo'shalligimni yuragimdagi sevinchimni qayturib berchu qayturib ber so'rag'inimni baliliqim amal bormi qo'lim yetmas joyda qoldi astin chiqmas balday tatli qaytalanmas kunim qoldi Qanaqib turmush yo'lida kangirab qoldim o'kinishda baliligimni eshkini yedim avaylab solgan oltin onamning avumay yotgan archa beshigim tavretib keldim hayat beshigim baliliqim amal bormi qo'lim yetmas joyda qoldi astin chiqmas balday tatli qaytalanmas kunim qoldi avaylab solgan oltin onamning avumay yotgan archa beshigim tavretib keldim hayat beshigim baliliqim amal bormi qo'lim yetmas joyda qoldi astin chiqmas balday tatli qaytalanmas kunim qoldi baliliqim amal bormi qo'lim yetmas joyda qoldi astin chiqmas balday tatli qaytalanmas kunim qoldi Şinjan İlyas Tori, yeni İlyas Tor soğud şəhərçisi köp xil tovar soğudisi və mülazimətin asas qılğan bo'lib, qurilgandan tazir qadar ta'sir kuchi zo'r bo'lgan diyorimiz Şinjandagi eng kasblashgan, ko'lamlashgan, ta'sir kuchi kuchlik milliy kiyim-kechak, yemək-ichmak, turmush buyumlari qatorliq 20 mingdan ortiq universal tovarlar topiladigan soğud sifatining biri bo'lib, so'g'd şəhərçimiz xaridorlar, do'kondarlar ham shundaqla vakolatchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Xaridorlarning ishonchisi bo'lgan milliy tor so'g'd sohasidagi boshlamchi torban. İlyas Tor soğud şəhərçimiz öz aldığı iyilik tiklab, iqtisodiy qimmat yaratishni o'ylashayotgan kishilarni ko'z tutib, davomli turda vakolatchi qabul qiladi. İlyas Tor soğud şəhərçisi